Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men jarroh shifokori Asad Rahmatullayev. Bugun sizlarga olma sirkasi haqida gapirib bermoqchiman. Chunki olma sirkasi haqida hozir juda ko'p gaplar gapirilyapti. Uni foydali jihatlari haqida, uni iste'mol qilishning jigarni tozalashi, semizlikka qarshi, aterosklerozga qarshi foydalari haqida ko'p gapirilyapti. Masalan, amerikalik mashhur bloger doktor Berg ham bu haqida ko'p marta gapirib o'tdi. Bu gaplar o'zi qayerdan kelib chiqdi? Bu gaplar qanchalik asosli? Shu haqida o'z fikrimni bildirmoqchiman. Demak, avvalo bir narsaga aniqlik kiritib olamiz. Sirka magazinlarga agar kiradigan bo'lsangiz, olma sirkasi, uzum sirkasi, shotut sirkasi kabi ko'plab sirkalarni ko'rishingiz mumkin. Bularni hammasi aslida mana shu qog'ozda mana sirka kislotasini formulasini yozib qo'yibman. CH3COOH. Mana shu formuladagi sirka. Hammasini tarkibi shu asosiy modda. Ammo lekin o'sha qaysi mevadan olingan sirka bo'lsa, o'sha mevani tarkibida uchraydigan ba'zi fermentlar sababli ularni ta'mi va xususiyatlari bir-biridan farq qiladi. Shu sababli barcha sirkalarning ham o'xshash xususiyatlari ham bor va farqli xususiyatlari ham bor. Demak, bu sirka qadim-qadimdan mashhur va ma'lum narsa. Bular faqat oshxonada taomlar iste'mol qilishda qo'shib iste'mol qilish emas, balki tabiblar ham, qadimgi tabiblar ham juda keng foydalanishgan. Masalan, issiq davlatlarda hozirgacha ham iste'mol qilinadigan sikanjubin ichimligi shu aynan sirkadan tayyorlanadi. Uning uchun ozgina shakarli yoki asalli suvga ozgina sirka qo'shiladi. Ba'zida ta'bga ko'ra miyata yoki rayhon shunaqa har xil urug'larni ham qo'shish mumkin. Turli maqsadga ko'ra har xil sharbatlar tayyorlanib iste'mol qilib kelinadi. Bu ichimlik ayniqsa issiq davlatlarda juda keng ishlatilgan. Avvaldan chunki bu issiqda insonlarni bahridilini ochadigan, ishtahani yaxshilaydigan, tetiklashtiradigan ta'siri bo'lganligi uchun juda sevib iste'mol qilishgan. Shuningdek, u ichimlik qadimgi tabiblar tomonidan sovutuvchi, ya'ni mijozi issiq kishilarga sovutuvchi ta'sir ko'rsatishi, yumshoq sovutuvchi ta'sir ko'rsatuvchi, tozalovchi, jigardagi tiqilmalarni ochuvchi sifatida ta'rif berilgan. Bu haqida Ibn Sino bobomizning ham ajoyib risolalari bor. Sikanjubin haqida risola degan asarlarida batafsil ta'rif berganlar. O'sha risolada aytilishiga ko'ra, bu ichimlik aslida qadimgi Yunonlar tomonidan ixtiro qilingan. Bu haqida Jolinus Hakim, ya'ni Galen o'z kitobida ajoyib ma'lumotlarni aytgan. Ya'ni u barcha yoshdagi va barcha mijozdagi kishilarga sog'liqni saqlash uchun yoz oylarida ayniqsa juda ham foydali ichimlik ekanligini ta'kidlagan. Endi Ibn Sino bobomiz bu ichimlik haqida nima tavsiyalar bergan ekanlar? Demak, u kishining aytishlariga qaraganda bu ichimlik jigarni tozalaydi. Jigardagi va taloqdagi tiqilmalarni ochadi. Isitma tushiruvchi, jigar va taloqdagi shishlarni bartaraf etuvchi va latiflashtiruvchi modda. Juda qon quyqalarini suyultiradi va miyaning og'zini mustahkamlaydi deb ta'rif berganlar. Shu sababli buni ayniqsa issiq mijozli sog'lom kishilar yoz kunlarida muntazam iste'mol qilib turishlari juda ham foydali bo'ladi. Buni tayyorlash uchun demak eng yaxshi tavsiya kechasi masalan 1 stakan 200 gram qaynagan suvga ozgina novvot bo'lagi solib qo'yiladi
va ertalab o'sha tayyor bo'lgan shirin suvga taxminan 1 choy qoshiqda olma sirkasi aralashtirilsa, sikanjubun ichimligi tayyor bo'ladi. Endi unga ba'zi urug'larni, masalan, rayhon yoki shunga o'xshagan biror narsalarni ham qo'shib tayyorlash ham mumkin, lekin o'zini tayyorlash, o'zi toza sikanjubun yaxshiroq ekanligi haqida Ibn Sino bobomiz ta'kidlaganlar. Bu masalan oshqozonni hazm qilishga qiyin bo'lgan kislotali gipoatsidniy gastrit deymiz, shunaqa holatlarga ham juda yaxshi yordam beradi. Endi bu ichimlikning ba'zi zararli tomonlari ham bor. Buni ham aytib o'tishimiz kerak. Sikanjubun ichimligi, demak, u sovutuvchi bo'lganligi uchun qish oylarida juda ham u yaxshi emas. Ayniqsa sovuq mijozli kishilarga, ozg'in kishilarga u yaxshi ta'sir qilmaydi. Masalan, qulanch kasalligi, ya'ni kolit kasalligida uni qo'zituvchi ta'sir qiladi, ya'ni uni kuchaytiradi. Xuddi shuningdek, yana bavosir, gemorroy, ya'ni va orqa teshik yorilishlarida, anal yoriqlarida ham bu ichimlik zararli ta'sir qiladi. Shu sababli taqiqlanadi deb aytilgan. Yana undan tashqari prostatit, sistit kasalliklarida, sovuqda tomchilab siyadigan kishilarda ham bu ichimlik o'ta yomon deb ta'rif berganlar. Shu sababli shu kasalliklari, demak, yo'g'on-ichak kasalliklari, kolit yoki gemorroy, orqa teshik yorilishi kasalliklari bo'lsa, shamollash kasalliklari, surunkali shamollash,